Assalomu alaykum. Savollarimiz bor edi. Sahna ortida san'atkorlar qanday deb o'ylaysiz? Soddami yoki mutlaqo boshqadami? Kibrlilar ham bor, soddasi ham bor. Hayotda qanaqa bo'lsa, masalan, o'zimiz ham shunaqa. Mutlaqo boshqadan bo'lsa kerak. Boshqa odam? Sodda bo'lsa kerak. Sodda bo'lsa. Sodda. Mutlaqo boshqa. O'zbekistonning eng real mashhuri kim deb o'ylaysiz? Yulduz Usmonova. San'atkorlarni bilmadim. Munisa Rizayeva bo'lsa. Munisa Rizayeva. Ozodbek Nazarbekov. Bilmayman, san'atkor qiziqmayman. Munisa Rizayeva. Bilmasam, Mashhurlardan biri bilan bir kun yashash imkoniyati berilsa, kimni tanlardingiz? Shayx hazratlari Jahongir Ortiqxo'jayev. Munisa Rizayeva. Ozodbek Nazarbekov. Janur Rasul. Shu Munisa Rizayeva. Jahongir Otajonov. O'zbek shou biznesida kimning to'yda qatnashishini istardingiz? Bilmadim, o'ylab ko'rmay. Ko'pchilikda bo'lganman, ishim shunaqa. Munisa Rizayevani to'yida qatnashgan bo'lardim, o'tib ketdi. To'y уже bo'lgan, hammasiniki. Hech qaysi. Shahlo Ahmedov. Bilmadim.